Mana bu cholning endi bosh kiyimini gapirmoqchi edim. Ayollarimizni salla deymiz, bosh kiyimini gapirib, endi bu boboyning bosh kiyimini gapiradigan bo'lsak, bu ham yosh yigitlar masalan ko'kimtir ranglarni o'ragan yigitlik paytida, keyin sal yoshi o'tirgandan keyin oq rangda o'ragan, oqsoqolligini bildirgan, ranglar ham farq qiladi bu joyda sallada. Oldin dumaloq do'ppicha kiyib, do'ppichaning ustidan buni o'rab olgan sallani. Endi qarang, buni men hozir sog'liq bilan bog'liq tomonlarini aytganim uchun hozir boshdagi endi nuqtalarni aytamiz. Masalan, mana boshda 7 ta vahma nuqtalar bor. Har bir insonda mana shamollaganda, biron bir kasallik bo'lganda vahma nuqtalar qo'zg'aladida insonning boshiga vahma kelaveradi. Endi o'lib qolsam kerak, nevrozim deymiz bu narsalarni. Mana shunday bir yo'lda yurganda ham yiqilib ketaman, hozir yiqilaman, muvozanat yo'qolib boshlaydi. Qo'rqqandan keyin vahma qilgandan keyin vahma nuqtalar hammasi qo'zg'aladi. Shuning uchun inson vahma kelgan paytda uni o'zi tarqatib yuborish kerak. Bu menda vahma nuqtalar bor ekan, demak shu vahma qilyapman, hech narsa bo'lmaydi menga. Men kuchliman, irodaliman deb o'ziga o'zi gapiraversa, inson o'zida irodani rivojlantirib, ana shu kasallikni yengib ketaveradi-da. Endi mana shu sog'lom bo'lgan sababi boshimizda ham qancha nuqtalar bor, masalan, ikkita mana quloq old atroflarida muvozanatni qiluvchi quloqlar yopilgan. Qarang, sallaga yaxshilab e'tibor bering, quloqlar yopilgan. Quloqning ichidan qancha shamol kirib bizda muvozanatimiz yo'qoladigan ular bor. Hozir esimdan chiqyapti, endi ko'p narsalar ayta olmayapman. Ana shuning uchun quloqim yopilgan, qarang, issiqqina. Boshida do'ppining ustiga yana o'ragan, kalla ham issiq bo'lgan, oyog'im issiq bo'lgan. Bu degani kallada, oyoqda issiq bo'lgandan keyin bironta organizm yaxshi shamollamaganda kasallik bo'lmagan. Mana qo'llarimizda tirsakda 3 ta nuqtasi bor qo'lda. Orqada pozdnoshnik umurtqamiz bor. Umurtqaning ichidan shunchalik kichkinagina nerv tomirlar, sochning tolasida nerv tomirlar chiqadi butun orqaga. Bu asosiy narsa. Shuning uchun orqa bilan yiqilish eng xavfli hisoblanadi. Orqa bilan yiqilganda bosh miyada ham o'zgarish bo'lishi mumkin. Umurtqalarda nervlar qisilishi ham mumkin. Mana bo'yin girija deymiz. Bu ham shu tuzlik hisobiga. Tuz kalsiy degan tanada suyuqlik bo'ladi-da, issiqda sal eruvchan xususiyatga ega bo'ladi, sovuqda sal qotish beradi-da. Shu bo'yinda ikkita katta arteriya qon tomiri o'tadi boshimizga. Mana bu yurak qon tomirlarimiz shu issiq sovuqdan. Bularni ham menimcha hozir kunda shamollashning hammasi shu ko'proq suv ichimliklar ichishdan bo'lyapti deb o'ylayman. Oldin biz yoshligimizda bitta Nemalat degan suv bo'lardi. Bufetlarda suv olib ichardik, bo'ldi. Ana shu o'tirishlarda, yig'ilishlarda, gaplarda biz bironta suv ichmasdik. Suv bo'lmasdi-da unchalik. Endi hozir har bir o'tirishga, bir yig'ilishga boring, to'yga boring, faqat stolda suvni ko'rasiz. U suvlarni ko'p ichamiz. Keyin nima bo'lar keyin? Hamma issiq sovuqdan terlab ichamiz, kimdir birov. Mana ustalar ayniqsa